Bugun sizlarga mavsum tanlamaydigan, tez daromadga olib chiqadigan keks retseptini o'rgataman. Bizga kerak bo'ladigan masalliqlar: tuxum, shakar, margarin, kefir, soda, vazelin, razrixitelь, un. Birinchi tuxumni chaqib olib, shakar, vazelin bilan ko'pirtiramiz. Tuxumimiz oppoq bo'lib ko'pirgandan keyin ketidan kefirni va margarinni solib, keyin unni solamiz. Razrixitelь. Agar sizning kefiringiz suyuq bo'lsa, barcha unni ishlatsangiz bo'ladi. Kefirimiz quyuqligi hisobida ozgina unimizdan olib qoldik. Keks xamirida un ko'payib ketsa, keksingizni usti yoriladi. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Suyuqligi shunday bo'lishi kerak. Bitta massa bo'lgandan keyin qolipimizni yog'lab, testani quyib pechkaga pishirib olamiz. Keksimizning yuzi bir xil chiqishi uchun qoliplarimizni silkitib yuboramiz. Keksimiz pishib tayyor bo'ldi. Uni bezatish jarayoniga o'tsak bo'ladi. Bezak uchun termostabil nachinkalardan foydalansa bo'ladi. Keyingi videolarda qaysi pishiriq retseptini olib chiqishimni xohlardingiz? Izohlarda yozib qoldiring.